Xo'sh, nima qilsam ekan? Video boshlanyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachi. Sizlar bilan Flash Minecraft bo'ladi. Biz bugun doimgidek qishloqdamiz. 16-qishloqdamiz biz. 16-qishloqda bo'lsa bu bizning uyimiz. Hozir ertaman tushdi, shuning uchun birinchi qiladigan ishimiz doimo agarotlarda yig'ishtirib obunachilar mana va agarotlarni yig'ishtirib olmoq. Biz bu qishloqqa yangi ko'chgan, shuning uchun birinchi kundan ishni What the fuck? What the fuck? Salam Vita. Salam Flash. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nimaga bu yerda turibsan? Mana shunchaki o'zim turgan edim. O'zing? Ha, bo'pti. Unda Vita sen nimaga kostyum kiyib olding? Ha, bugungi shuim bor. Shaharga bormoqchiman. Shaharga? Bo'pti, senga omad tilayman. Ha, rahmat. O'zingga ham omad bugungi kun uchun. Rahmat Vita. Bu uyda sal g'alatiroq obunachilar sal bo'jidir. Mana bizning hosilimiz. Mana bu bo'lsa, mana bu jidelniki. Hayronman, hech faoliyatda ishlamayapti. Men ko'chib kelganimdan beri. Bo'lsa, albatta faoliyatda ishlashimiz kerak. Bo'lmasa, mendan gap eshitamiz. Bu o'yinni bilmadim. Yana metall doshlar. Bu mening birinchi hosilim. Bu qishloqning bir qonun qoidasi bor ekan. Bunaqa yaqinda ko'chib. Men bildim bu qonun. Qanday ekanligini. Bu qishloqning yagona qonun qoidasi. Bunda 4 hosildan 3tasini o'zimga olib qolishim mumkin ekan. 4-chisini olsa, hosilimizni melga borib berishimiz kerak ekan. G'alati. Mana bu qo'shniga ham hayronman. Jiddi. Uyini qarayman. Hech bilmayman ekan. Hayronman. Biz o'zimiz bilan ishimizni qilamiz. Qani ketdik. Mana. Keyin yuzim bor. Ozgina tosh va ozgina daraxt olmoqchi edim. Obunachilar. Salom Jida. Ha, salom Flash. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nima bu faoliyatning hosil g'alati, o'smagan qaratib ketyapti. Ha, uni shunchaki shunaqa qilib qo'yganman. Jida, senga biror narsa bo'lganmi? Boshing g'alati qilyapti. Ha, bu shunchaki bug. Shunchaki bug. Bug bo'lgan bo'lsa kerakda Minecraftda. Ha, yaxshi. Bo'pti. Senga omad. Ha, Flash to'xta. Nima?
Seni bir çakırayotgan edi. Nima uchun? Bilmadim, birorta topshirig'i bor shekilli. Tezroq borib qol. Bo'pti, bitta obunachilar g'alati-yu bu. Nimaga meni chaqirishi mumkin? O'qishda. Meni chaqirayotgan. Ha? Bu obunachilar butun qishloq ikkitaliyu, ikkita qishloqqa ham bitta mer. G'alati-ya. Ammo u uyda, u yoqda emas, bu yoqda, bu yoqdagi temirchi ham bo'sh. Ichiga kirib ko'ray desam bo'lmas ekan. Qonunga xilof ekan. Men chiqargan qonunga. Mana bu mening uyi bo'lsa kerak. Janob mer kirishga mumkinmi? Emas. Obunachilar hech kim yo'q-ku. Hayronman. Hech kim yo'q. Men uyda emas ekan. Ha, jitel to'xtatdi. Jitel. Ha, polis. Nima uchun men uyda yo'q? Ha, mermi? Ha, men bilan shaharga ketdi. Shaharga? Bo'pti. Jitel, bitta gap. Mana bu ustaxonaga kirsam nima bo'ladi? Umuman mendan so'rab kirishing kerak. Juda qiziqyapman-da, bu ustaxona xuddi menikiga o'xshaydi-da. Agar mendan so'ramasdan kirsang, bu qonunga xilof ish bo'ladi. Tushundim seni. Jitel. Nima? Men ketdim. Bo'pti. Obunachilar ulu topib oldim. Men mingandim. Urug' tushdi-ku, ikkita bo'ldi. Voy, tezroq. Tezroq obunachilar urug'larni. Voy, ketdim. Kelinglar, yaxshi ko'rinish agirutga ekib qo'yamiz. Kelinglar, shu yerdan dala chopib ketaylik. Bu yoqda bu yerdan dala chopish xo'p ish emas. Shuni biz bemalol chopishimiz mumkin. Kechpatdan menga adashmasam 13 dona daraxt kerak. Bu 13 daraxt. Bu yerlarda yakalanadi. Kim bormi, yo'qmi bilmayman. Hatta. Jitel, nima uchun uyingizga kelmayapsiz? Ben shunchaki uyimizga yo'ligimiz kelmayapti. Aylangiz kelyapti. O'zinglar bilasizlar, men bo'lsa uyimga ketdim. Jitel, to'xtating. Nima deysan, polis? Mer qaytdimi uyga? Yo'q, men bir haftadan keyin qaytadi. Ertaga meni bir jitel menga ertaga men chaqiryapti degan edi. Qo'shning gap. Qo'shnim aytgan edi. Qo'shningmi? Qo'shning bo'lsa hech qanaqa ber chaqirgan yo'q. Men kechagina shaharga ketgan. Qo'shning shunchaki sen bilan hazillashgan bo'lsa kerak. Hazilkash. Juda ham. Tushunarli. Ishtilar qo'shnim hazillashibdi menda. Shunaqa ham hazil bo'ladimi? Men chaqiryapti ekan deb yugurib ketdim. Mana bu egasiga hayronsan, qaraylar. Yo'lma chetda kelayotgan yo'ldan yuqorgani g'alati. Qo'shni. Uyingdamisan, qo'shni? Qani? Qo'shnim ham yo'q. Qo'shnim ham bilan kelayotgan. Bunda obunachilarga
Mana hoş geldin. Hoş obunachilar. Qo'shnim qaytganmikini? Folis. Hali yaxshi o'smagan. Mana qo'shnim. Qo'shni to'xta. Nima uchun sen kecha kuni avlamaysan? Men kecha kuni bir haftaga shaharga ketgan ekan. O'tgan kuni. Buni bilib turib menga aytding. Men chaqiryapti. Men borsam, yigitlar shunday deyapti. Hazillashgan edim. Hazilmidi, bo'pti unda. Obunachilar qo'shnim ham hazillashganini